Diqqat qiling, tezkor va shoshilinch xabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi 3-noyabrdan 6-noyabr kunlariga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qiladi. Ushbu kunlari respublikamizning barcha viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. 3-4-noyabr kunlari respublikamizning barcha viloyatlarida yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. 5-6-noyabr kunlari esa yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 5-noyabr kunlari ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar 3-noyabr kuni kechasi 6-11 daraja iliq, kunduz kunlari 13-18 darajani tashkil etadi. 4-6-noyabr kuni kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduz kunlari 8-13 darajani tashkil etadi. Ushbu kunlari respublikamizning tog'olli va tog'li hududlarida ham havo biroz bulutli. 3-5-noyabr kunlari ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi, yomg'ir qorga aylanishi mumkin. 6-noyabr kuni yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 5-6-noyabr ayrim joylarda tuman tushishi kuzatiladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar 3-noyabr kuni kechasi 0 daraja iliq, kunduz kunlari 5-12 darajani tashkil etadi. 4-6-noyabr kunlari kechalari 3-8 darajagacha sovib ketadi. Kunduz kunlari 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq bo'ladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat.